Baxtimga son bo'ling deyman. Gul beraman 8 marta xotin qizlar bayramiga. Keyin opani O'zi bitta yeb ichib. Ha. har to'rtko'da dasturxon yozilsa bu. Shuni hammasini opani o'lgan kunini ham 8-marta, otanikini ham bittada o'tkazib yuborsa bo'lmaydimi bitta qilib hammasi. Iftor qilib. O'lgan kunga qo'shib olmas hammasini. Nimaga? Nimaga? Opani haqiga duo qilib, otani tug'ilgan kuni iftor qilib, onani hammasini o'sha 8-martga qilib, bitta qilsa bo'lmaydimi duo qilib? Ha, bo'pti, to'r bilan yig'ilib bo'pti. Bir yo'l anaqa qilaman. Ada-bada qilgandan. Ada-bada qilgandan. Ada-bada qilgandan. Ada-bada qilgan. Yozyapti. 7000. Farg'onada. Ming so'm. Yo. Yo, jahling chiqmasa. Prosta men bilmayman-da narxini. 7000 bo'lsa 150 ming bo'ladimi? Ha, 350 ming. 450 ming. Yo, piyoz onasini yemsa bir qopi 50 mingdir. Nechta dedi? Chinimiz aka 5000 bo'lyapti. Aka, siz nima hisoblayapsiz siz? Ha, boring yana 5000 bo'lyapti. 650. 100 ming onasi. Bir qopi unaqa 50 kilo emas, piyozi kichkina bo'ladi-yu. 50 kilo olganman-da, Kallar o'tkazmoqchi. 650 ming. Yana nima? Ha, 650 ming. Nima qo'shmaydi? Go'sht. 650. Ha, go'sht. Nechi Go'sht. Go'sht. 130 ming bo'lsa 5 kilo olibman. 130 ming oldim. 130 ming yaqinida oldim. Mol go'shtimi? Ha, o go'shtni suvayli olsangiz, anaqa 300 gram qo'shib berar suvay. Laqim berdisam 130 ming bo'lardi. O'zi bo'pti deb oldim. Iloji yo'q. Ashini 130 million o'zi pramo 130 million olsangiz ashi nima beradi-ku? O'sha jicha suyagini qo'shsa bir kelasi lag'im chiqadi-ku o'zi. Bizda ham 130 ming emas. Go'sht. 100 ming go'sht. 90 ming. 100 ming. Yo'q, 90 emas. Suvay qo'shsa 110 ming, 105 ming suvay qo'shsa. Suvay qo'shmay 130 ming. Ham suvi olamiz, o sho'rvaga yaxshi qaynatsa. Suvay bo'lsa bizda mana shunda qo'shadi. 130 mingdan onasini yemsa 5 kilo suyak sizlarga qoldingizmi go'sht? Ha? Tugadimi u keyin? Yappan kecha kuni oxir qolgancha yana olib keldim. Yarim kilo, 1 kilo kuchim yetmadi, yarim kilo olib keldim. Videoga qo'yib qo'yganman. 5 kilosi 130 mingdan o'zi boring yana 650 ming 1 million 300 bo'ldi. Kartochkani o'tirib hisoblalaydi. Ya 1 million 300 bo'ldi. 50 kilosini. Necha pul bo'ldi? Yo'q, kartochkani 350 ming hisoblaydi. Po'lat hayotda 500 ming bo'lmaydi bir qop piyoz. Kartochka, jinnimisan Po'lat? Yo'q. Jon Po'lat. Hozir qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi hozir? 1 million 300 bo'ldi, 1 million 300. 1 million 300. 500 mingga bir qop piyoz, kartochka olmaydi hechki. Unaqa narxi yo'q, Po'lat. Men olaman, Avvaldan bir qop, Abdurahmon aka, pul bo'lganda olib qo'yish kerak-da, Illyuzilda kelyapti, O sen hozir hisobing bo'yicha 650 ming bo'lyapti. 13 mingdan 650 mingga bir qop kartoshka. Qara, xo'p, Po'lat u ham ketdi, go'sht ham ketdi, 1 million 300. Qara, Abdurahmon aka, gapni eshiting. Xo'p, siz hozir u kartochka deyapsiz. Abdurahmon aka, kartochka qo'g'irma bor uyimizda qarab turing, Bu Hayit bayram anaqa bor, ekson bormi? 10 kilo 15 kilo qoladi, qo'shib o'zimizga 30 kilo 40 kilo qoladi. Xolisini aytmayman, prosta men unaqa narx yo'q. Unaqa narx bo'lishi mumkin emas. Ara, ehsonga
u kartochkalarni ishlatadigan bo'lsangiz, nimaga yana xarajatga, ehsonga pul to'plashimiz kerak? Chaqchuq. Insonga bozor qilib bo'ldim deyapsa. Chaqchuqi bor-ku. Qanpat qo'yasiz, anaqa qo'yasiz. Nimani? Oxirgi martalab chaqchuq borib pista. Oshga borganimda to'yda yedim, to'yxonada. O'sha oxirgi marta 3 oy bo'ldi. Voy, bola pista yo'q, pista yo'q. Qanpat qo'yish kerak, qurib to'tdan qo'yib. Qo'yib turing, kelgan joydan olib bo'lsa, keyinchi yana nima oldingiz? Svetga to'ladim. Qancha? Svetga 350 ming to'ladim. Hop, Million 650. Keyinchi? 1 million 650 bo'lsa, 300 ming o'sha kuni oilaviy jicha shashlik yedirib qo'ydim deylarga. Qolganini non olib ishlattirdim. Doridan oldim shu. Hozir misolchi birga tadbirga bozoring bor ekan. Chaqchuqqa yig'ish kerak ekan. Yo'q, tadbirga bozorimchi, meva-cheva yo'q. Olib bo'lsa achib qolar dedim. Meva-chevaga pul yo'q. $100 kerak. Hozir qarang, u tadbirda shu oila a'zolaringiz qatnashadi, olasizmi? Yo'q, amakilarni chaqiraman hech bo'lmasa. Ko'pdan odamlar o'sha 4 ta odam, 4 ta odam sizga yordam berish kerak o'zi. 4 ta odamni chaqirib nima qilasiz? $50 qistiradimi? Yo'q, savob bo'ladi. Bularnikiga qorin to'yib to'xlagan ekansiz, aka, Po'lat bor. Ularning ichida to'g'ri Po'lat. Ular kelib to'yib go'shaydi buni yeydi, Xullas, Abdurahmon aka beqa yordam bersan, beringlar men. Bo'lmasa boshqa nima qilay? Xalq nima desa shu, men bilmayman hozir bir narsa deyolmayman. Po'lat tanga. Men ham albatta mana chaqirib keldim. Nima bola yordam qilamiz deb keldim. Davay deyapti. Ola davay deylar bir. Endi Po'lat aka bir xalq bilan kelishgan holatda ammo buni ham yo'q deyishni o'rganib, yo'q deyishni. Endi yo'qqa qalab yurmaydi, yo'q deyman uka. Bor bo'lsa bor deyman men. Unaqa nima qilmayman, pasportni chiqarib qo'yaman. Bitta narsani ham to'g'ri tushunganda, Po'lat, mayli, bu insonlar yo'q deyaptimi, ha deyaptimi, imkoni bo'lsa yig'ib beradi. Bularning ham oilasi bor, senga o'xshagan. Ro'zg'ori bor, o'zing. Beqa qarabdim. Men har kuni men ko'rinyaptim yo'qmi? Men aytdim, tos turibdi, tos. Mana shu yerda tirsak uzilib ketgan. 2 yil bo'ldi. Ikkinchi marta sinib qolgan. Har kuni sovutganda mana shu og'riydi. O'shaning uchun oyog'im bosolmayman, motosimdan qattiqdan qo'ygan. Motos tagida sinib qolgan, tirsak uzilib ketgan. So'y murtlashishi bor. Ja mendaqa xarob bas tursinlar. Mana. Xuddi xarobligi. Sog'lom odamni ham qara eshittir, Po'lat. Sog'lom to'rtta oyog'ida yurib, ey Po'lat. Sog'lom odamni ham eshitmasam sharoiti og'ir bo'lishi mumkin, baraka topku. Nima iminni sandagi bo'lish kerak emas u. Endi u sog'lom odamni ham ishladadi Tabrog'on aka. Kundim ishlab o'sha bundoq qilib yetkazayotgani bor, kommunalkasi bor, ro'zg'ori bor, bog'chasi bor, maktabi bor. Men o'sha yetkazolmayapman, ishlasam yetkazaman, men ishlayman. Aytgan maytda o'zi o'tirish o'zi sizlardan falon chakkan tuton chaqadi deyish o'zi o'ylam. Soppa bo'lganda men oldingi vash kelmasdim. Buni qilib iloji yo'q kelaman, chunki ota-onam baxshimga boshqa qilaman chunki. Iloji bo'lmasa nima bo'lganingizda siz Dubayda yurgan bo'larsiz. To'g'risi ham. Bizlar danasirimiz bo'lardi Po'lat.
Aka, короче, u qildik, bu qildik. Ertaga yig'adigan bo'ldik, короче. Bo'ladimi? Bugun juma-ku. Bugun juma, endi mana ertaga xalq yo'q deb turibdi. Men ertaga ssenariy tuzib, men sizga kelaman-da. Ta'sirli qilib. Bugun yozdirib yuboraylik. Amerika hali turmadi, Po'lat. Bugun juma-ku. Amerika hali uyuqoladi. Aka, endi turib, yo'nib, podshohlik jumaga borishadi. Zaza, krasavchik. Ana Po'lat. Ana zazamalar. Rahmat aka, rahmat. Oybek akam Rahmat Alloh. Zaza aka, молодец, krasavchik. Ketdi aka Amerika. Alloh razı olsun. Mana Amerikalar. Assalomu alaykum Oybek aka. Aka, ovozim kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha? O, Rahmona kelyapsiz. Ehsonni tirikchilik yapsa yaxshi-ku. Endi tug'ilgan kun meni o'yimda tug'ilgan kunga, bayramga, boshqa narsalarga, bunda naborot bunga kelib ehson qilish kerak, boshqalarga ehson qilib berish shart emas. Produktasiga, dori-darmoniga muammo yo'q, hatto so'rasa bo'ladi, yig'sa bo'ladi. Bor paytda tashlayman. Oybek aka. jimdirik fikr istaylik. Po'lat aka jimdirik. Ha. To'g'rimi? Lekin hozir endi akamni tug'ilgan kuni to'g'ri tug'ilgan, endi hamma sog'lom odamlar tug'ilgan kun qolgani yo'q. To'g'ri lekin. Ha, bayram qilaylik deyaptilar. Bayramga aralashib yuribdilar. Ha, to'g'ri. Aka siz ham ota-onangiz bor, onangiz bor, otangiz bor. Otam, ona muqaddas-ku aka. Men ota-onam bor, to'g'ri, anaqa Po'latga, lekin ota-onamga boraman-da, men hali 3 yoshgacha. Aka, o'tgan safar $100 Mashaka tashagan. Rahmat aytib. Odam tashadi $100. Masha Rahmat Alloh endi. Rahmat, ota-onamsiz men bir chizmayman. Men qilmasam supurish qilmoqchiman. Aka, undan muammo yo'q. Siz to'g'ri tushuning-da. Uyingizdagi asha mayli kartoshkani 2 xop oling, go'shtni 10 kilo oling, yeb ichasizda, uni qavormaysiz, boshqa qilmaysiz. Yeb ichasizda. Lekin amakilaringizni chaqirib, kimnidir chaqirib ularga siz ehson qilib berishingiz shart emas, tushunyapsizmi? Obro' uchun, boshqa uchun bo'lsa, hali ko'ribsizki, ehson yig'ib siz beryapsiz ularga. Qaysi vijdon bilan kelib yeb ketasiz narsangiz. O'zi ehson yig'ib berayotgan bo'lsangiz. Aka, men chaqirmasa chaqirmay qo'yaman, oiladosdan nima qilaveraman, surpriz qilmoqchiman men. Onamni Amakilari chop bordi bilan. Amakilar chopilib ketdi o'zi bilan. Ya, bitta joyda shuni ota-onam chaqirib, men ham qo'raman. Endi qo'y. Uyingizdagilarga siz o'sha kunda hech narsa uyingizda narsa bo'lmasa, men tashlab beraman. Ertaga tashlab beraman. Lekin bu yoqqa chiqib turib siz tug'ilgan kunga, bayram kelyapti, yubiley qilib bering, siz birodarlar, meni jahlim chiqadi. Boshqalar bilmasam, meni jahlim chiqadi lekin. Bu ehson. Hamma ham qila olgan. Yo'q, yubiley boshqa. Yo'q. Men aka, Oybek akamiz siz Oybek aka men restoranga, to'yxonaga borib, o'g'lim, otam, onam anaqa qilaman men. Shuni nishonlayman xolos, birovni olib bormayman, bo'ldi. Ya o'shani uyda nishonlavering, uyda chiroyli qilib o'sha restoran puliga ham bir qancha narsa beradi-da, uyda. Bu $100 tashing bo'ldi xo'p bular. Restoranda naborot qimmatroq ketadi-da. Pul tashiyman demadi Po'lat. Uyingda ro'zg'or-po'zg'oringizda muammo bo'lib qolsa, o'shanda qilib beraman dedi. Men o'shanga Nimaga sen sirazi buni bo'yniga gruzit qo'ysa $100 tashadi. Ay, otasi onam ko'ngli olish. Bu nima deyapti, sen nima deyapti? Yo, hozir $100 uchun amakilaringni haydab bor deyapman. Endi chaqirma deyapti.
hech bo'lsa boshqa odam bu otamni onam bu ma'noda yetmayapti, chaqirmadi, bu ma'noda yetmadi. Sen o'zing Ahmetda ya ehson so'rayapsan-da, qanaqa shu narsani kelib ular yeb ketadi deb gap ma'noda aytyapti. Chaqirasanmi, mahalliy chaqirasanmi, ichki bir ishi yo'q. Ular uyasa kerak baribir anaqa. Короче, bu Xudoyim. tug'ilgan kuniga osh qilib sholab qo'yamiz. Asal yordam beringlar endi bo'lsa ya. To'ba. Xo'p. Hop, ochi, qilaman. transporti bor-ku hozir. Bozor deganlari kartoshka piyozlari, sabzilari. Nimaga kerak? Guruch bilan osh kerak. Guruch bilan go'sht kerak. hech Hozir 5 kilo go'sht oldim deding-ku. Ha, keyin video qo'yib qo'ydim. Video qo'ydim, komod olib keldim, 1,5 kilo dedim-ku. Ha. Qaysi kun dedingiz? Xudoga qaysi kun dedingiz? Martda qaysi? 4-mart. 4-martda nima bo'ldi? Ha. Osh, go'sht. Guruch bilan go'shtga pul kerak ekan. Guruch bo'lsa 20 mingda 2 kilo 40 ming, 2 kilo go'sht. Osh qilib beraman. Shashlik qilib beraman, shashlik qilib beraman. Otam men shu yoshga kirgizib qo'ydi, shashlik qilib beraman. Hozir osh dedik-ku. Ha, endi osh. Hali 70 kilo olmadi. Hatta 70 kilo oldi. Shashlik qilib beraman. To'rt olib beraman. To'rt olib beraman, shashlik qilib beraman. Aha, zo'r hech bo'l. 5 kishi. 5 kishi qaranglar, 5 kishiga 5 kilo go'shtingizda 5 kun shashlik qilaversizda, 5 kilo go'shtingizda bitta to'rtingiz 200 ming so'm bo'ladi maksimum. Hech bo'ladi. 2 kilo go'sht yetadi. Bittasini qiyma qiladi, bittasini jaz qiladi. Yo'q, men qiyma yeyolmayman. Sizga agar anaqa Xudoga qo'y go'shtida yumshoq joyda lepka olib berasiz uydagilarga shu 3 kilo go'sht. Nari borsa 200 ming so'm, 300 ming so'm. 400 ming. O'rtami? Sham olmaysizmi to'pga? Yo'q, shamiyman. Bittasi olaman, bittasi. Bu 100 ming. Общий 500 ming ekan. Ha, 500-600 ming. Non-chi non. Non. Zaif bal qilding. Aka, biza titta odamga Akampot, ari kinoda akampot deydi o'shandan bu. Necha non yeysizlar общий? 30 ta non yeysizlarmi? Ya. O'sha kunda o'shandan Iflos 4 ta non bilan 5 ming so'mdan 20 ming so'm bo'ladi 4 ta non. Ular endi shuncha battle o'ynaganda 20 ming bo'lmaydi. Bir $50 yetadi, $50. 50 dollar sizga shu tug'ilgan kunda bo'lgan kunda tashlab beraman buni. Ye. Mana. Assalomu alaykum. Oybek aka, hozir yaxshi aka. Oybek aka. Bismi aka. Hozir padarga urishimiz kerakmi? Nima qilasiz hozir? Ya to'te, qarang. Oybek, qarang, hozir 6 ga ishladi. 6 gani yarimi где-то 300 ming so'm bo'ldi. Bir hayvon ketdi yarim. Ha, urib Yo'q, senda qolajigoniga urib qo'yaman aka, 30% urib qo'yaman. Qo'ysa. Yo'q, lekin hozir 300 ming bor. Ha, 300 bor. Qara, to'xta. Akalar shu yerdachi bir 100 ta uringlar, onasini hamsa mana shu $50 yig'iladi. Mana. Ana. Yana 4 ga olsa ham onasini hamsa tug'ilgan kun ham o'tib ketar ekan. Mana. Zaka va murdular ana, zaka. 10 ga olsa tug'ilgan kun o'tib ketadi onasini hamsa. 600 ming bo'ladi. Xuddi shunday. Ha.
Buni bilintirmay olib chiqib ketmoqchi edi buni aka. O ko'rib qolganimni qara. Bilintirmay olib chiqib ketmoqchi edi bu pulni bila. Bilib qoldi. Balki 2,5 mingta odam 100 tur beringlar, shu bilan tug'ilgan kun o'tib ketadi mana. Mana aka to'g'ri gapirdilar-da, o'zi mana aka to'g'ri gapirdilar-da, to'g'ri yo'l ko'rsatdilar-da, Po'lat aka. O'sha restoranga beradigan pulingizni o'rniga uyga kelib olsangiz ham bo'ladi-da, uyda qilsangiz ham. O'zi mayli xafa bo'lmang, ochiq gapiraman, o'zi ehson talab insonsizda. Sizni ehsoningiz yeb ketgan odamlar uyalish kerak-da, xijolat qilish kerak. Qabul qilib gapirganda. Kelib yeb qornini silab ketadiganlar. Keladigan odamlar bozor qilib kelish kerak. Конечно. Siz alinaqa ehson qilib beraman demay, siz oilangizda yeng. O'sha 3 kishimisizlar 3 kishi, 4 kishimisizlar 4 kishi. Tushunyapsizmi? U keladigan odamlar sizga olib kelib yedirish kerak edi. Xuddi shunaqa. Sizlarga emas. Mana Bo'ldi o'sha mana 7 ga bo'ldi. beradi og'a. Po'lat ozgina qoldi. 209 ga qoldi. Onasining tug'ilgan kuni puli chiqdi. Hozir chiqaramiz hozir. 30% dan xotiram efirni o'chirib uraman. Bo'ladi. Men minusga kirsam ham uraman. Adam Rehan. Ha. Bo'ldi. Kartasiga 200 ming hayda bor, bo'ldi. Ha. Qancha urajib o'tirmay, taqatdan to'g'ri aytyapti. Abishek akam yuziga ekani. Mana. Men $20 urib yuboraman. Aka sizga. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. $20 yetadi shu. Aka sizdan ham $20 oladi, mendan ham oladi. Qara, Beka, oyda $20 urib yuborsalar, sen urmay qo'yaver, bo'ldi, ana 12 urib yuboryapti. Oybek aka menga qilgan bo'ladi-da. Oybek aka menga padishka qilgan bo'ladi. Jinno. O'ziniki ishlashyapsan. Ham o'zingiz ishlashyapsan. Bo'ldi, anaqa Bekhan besiga tashlayman, sen anaqa qilib. Hop. Bo'ldi. Oybek aka chetda tashlab yuboringlar bo'p. O ana. Bo'ldi. Tug'ilgan kuni puli chiqdi. Yana 800 ta, yana 800 ta. 700 ta o'tdi. 702 ta. Yana 702 ta bo'lsa, o'zi ketib bo'ladi. Oybek aka chetda tashlab yuboring, Bekan qancha tashakir yurmay aka, iltimos. Voy, eshitdir, Bekan senga tashil, Bekanga pul o'tkazib qo'yarlar, bo'ldi. Mayda tashing Bekan aka, mayda aka. O'ynab, yuragim qabul qilar. Voy, billa. Oxiraga qaytdik. Ozod. Ular odam masala. Men sizlar yaxshi ko'raman. 600 ta qoldi yana. 600 tur beraylik, 600 ta. Balki 600 tur bor edi onasining. Yaxshi. Qachon kelasan shu bilan Po'lat qaytdami? Voy, bila Abishek akasan. Onaka. Zaqvor, shanori. Qancha kelasan. Odam bor joyga odam keladi. Bilib olaylik. Odamlar gapiryapsizlar-da, bu ehsonni bilmaydi deyapsizlar-ku. Mayli, bu bilmasa Alloh bilsin. Ha, yozmanglar. Voy, qachon kelasan? To'g'ri, lekin ehsonni anaqa qorin uchun shunaqa uchun qilinadi-da, ehsonni tug'ilgan kun uchun boshqa uchun ehson qilib. Abishek aka 8 kun keladi. Yo'q, to'g'ri, ko'p kishi yozyapti-da, aka, ko'p kishi yozyapti-da, bilmaydi, yaxshilikni bilmaydi. Mayli. Qo'yinglar akalar. Opalar, bu bilmasa Alloh bilsin. Voy, Po'lat, 10 ga bo'ldik. Qachon kelasan endi? Qachonga tayyorgarlik ko'raylik? 8-mart kuni onam bayrami. Bize yashamay qo'yib Ha, 10 ga bo'ldi endi. bo'ldi o'sha. $50 bo'ldi. Bekhan tashlasa, Bekhan tashlasa. Chiqib tashlab yuboraman dedim-ku, Po'lat. Sanki tashlab yuboring, bir ko'rib. Voy, tufayli 16 millionlab ehson yig'ib bergan odamman men. Sen quyut qilyapsanmi? Yo'q, Oybek aka. $20 tashlab yuboring Oybek. Hozir anaqa sharoitim, anaqa bir narsa deyapti-da, tashlab yuboradigan odam qiz. Men o'zim tashlab yuboraman. Po'lat duo qilmaysizmi? Hozir ko'chaga chiqib kelishim kerak men tashlashim uchun. Nalichi bor-da.
Masha. eshitganga endi hozir man yetarsiz to'rtinchi chislanga mana onangiz to'g'ri kelasiga endi обязательно bekhamdan 200 ming so'm so'raverma endi o'sha kun kelasizku Yo'q, men aka tashlayman, ikkinchini o'chirib tashlayman. Nechun tashlaydi bu mujik? mana anaqasi ketadigan bo'ldi-ku endi o'sha kun berasan endi bekdan Ha, bitta qo'shib bera qolasan bekka endi. Ha, Ishlasini bitta qilib. berasan endi Yo'q. Oy, yuragim chatavib qoldi. Yuragim chatavib qoldi. Oy, Ey, men charchamanglar sizga aytganman. Attisha Oybek aka, Yaxshi, rahmat, tinch bo'linglar. Bekhan, Ilohim, Rahmon aka, tinch bo'linglar. Po'lat aka, tinch bo'linglar. mana shu tashigan akalar Alloh roziga men bersin. Tanjon sog' bo'lsin, musofirda yurgan akalar sihat salomat yursin. Allohim o'smani xudosasin. Topgan tilagi bo'lsin, hojati hojidan bo'lsin, tasdiq qilsin. Imom boy bo'lsin. Safarlari bexatar bo'lsin, yechilmagan ishlari osongina yechilsin. Omadini bersin. 2024ga davomini oshirmagan amaldagi ishlari hozir sakkiz 14 26. 8 4 26 ekan. 8, 14, 26 keladi. 8 14 26 bu. O'rtoqlar, xalq o'sha kuni hech kim TikTokka kirmasin. 8 14 men ham ana qilaman. Efir qilma, yo'q qolamiz. Ye ovozi nima yo'q? Oiz yo'q, Bilar. Kim yaptı o? Yopmanglar. Hozir qarab, Po'lat Husiyga ham ozgina yordam kerak, sandan keyin Husiyga Menga yordam kerak emas akajon. yordam qilishimiz kerak. Yaxsizlar. Husiyning mashinasini ko'rganmiz. Po'lat Ha men nima yopib qo'yapti, to'ba qilib yuzimni. Ey yopmanglar. Kiringlar, 200 ming bering xullas men xafa bo'ldim. Yo, och kamerani. Ozgina gaplash, iplo. Gidarazi qara, pul yig'ildi, surdi. Ye. Mana. Endi Agar Po'lat hozir chiqmasa, 8-da puli yo'q. endi sizlar kerak emassizlar. Ey meni kim kamerani bekitib qo'yapti? Ha, o'zi yopilib qolgandir, yaxshi ishlamayapti, och. Och. Husnidar aka, siz ham mashina olganmi? Nima? Husiy mashinani bitta tushib ko'rsatib. Po'lat, Husiyning mashinasini bitta ko'r, ko'rsat. Qobiltamanmi? Qobiltaman aka, qobiltaman. Kobaltamiz, Kia qani? Kia Sorento. Kia Cobalt. Nechta mashina bor? Matiz ham 3 ta mashinasi bor. Matizni sotib yubordim aka. Ha, sotib olding. $100 Po'latga ehson qilsang bo'lardi mashinani pulidan. Bu qayda aka? Vahiy. Po'lat mikrofonini yoqmading, kamera yoqqandan keyin chiqqandan keyin o'chib o'tiradi hamma narsa. Yoqib qo'y. Behan uka 200 qachon berasiz endi? Bo'ldi, 8-da qo'shibdi-ku. Pul chiqdi-yu o'zi mana 10 ga. Voy jana. Kimdir yopyapti. Modellar to'xta. Modellar temay turinglar hozir. Yemay turinglar. Timon. Og'zim yopyapti, tushib ketaman. Akala yopyapti. Ya modellar endi hazillashyapti, yaqin ola bunaqa jahling chiqmasin. Endi odam 200 beringlar. Ha, xo'p, efirni o'chiray beraman aka. Omali aytib qo'y, shu uchinchi aldashim 4-chi deyman. Videoga chiqarmay aytib qo'y. Yo, ilovanda mikrofonimni yopgan, ishing yurishmay. Xor bo'lib keta. Qaysi model bo'lsang ham. Ey, nima? Po'lat aka, nali bo'jelani ketdimi soat 9:00? Давай. Ali akam kelib qolsa hisob. Milichkasi yozaychi yo kelib qolsa hisob. Ya akalarga ishonib o'ynalmaydi bu yerda, sola ketadi o'yin. O'zi kelib qoladi. Batimda. Mana Abdurahmon aka keladi, siz, men yana bitta odam top. Mana o'zi 4 kishi tayyor turibdi shekilli. Nima bak, kechada man kechadaman. Men bilan bekkan bo'ladi, sen bilan Husiy bo'ladi.
Ya aka man ko'chadaman. Ya men Ko'chadaman. Haydab tur kartaga. Rasmiy. rahmat. Mehqon uka 200 ming kutaman sizdan. Uchinchisi bo'lsa video chiqarman mana. Nagli shantaj bu. O 8-marta qo'shib beraman dedi.